Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan buyuk matematik, astronom va geograf olim Abu Ja'far Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy haqida gaplashamiz. Muso al-Xorazmiy Xivada 783-yilda tug'ilgan. U algebra fanining asoschisi sifatida ilm-fan tarixida yuksak nom qozondi. Algebra so'zining o'zi uning Al-Jabr val Muqobala nomli risolasidan olingan. Uning arifmetikaga oid risolasi hind raqamlariga asoslangan bo'lib, hozirgi kunda biz foydalanadigan o'nlik hisoblash sistemasi va shu sistemadagi amallarning Yevropada tarqalishiga sabab bo'ldi. Olimning Al-Xorazmiy nomi esa algoritm shaklida fanda abadiy o'rnashib qoldi. Xorazmiyning aytishicha, algebrada 3 xil son bilan ish ko'riladi. Ildiz jizr yoki narsa shay, kvadrat mol va oddiy son yoki dirham pul birligi. Yana uning aytishicha, ildiz o'z-o'ziga ko'paytiriladigan miqdor, kvadrat esa ildizni o'ziga ko'paytirishdan hosil bo'ladigan kattalikdir. Xorazmiy ish ko'radigan tenglamalar mana shunday 3 miqdor orasidagi munosabatlardir. Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq asarning 10tasigacha bizga yetib kelgan. Al-Jabr val Muqobala, hind hisobi haqida kitob, qo'shish va ayirish haqida kitob, arifmetik asarlar, kitob Surat al-Arz, geografiyaga oid asar shular jumlasidandir. Shuningdek, Allomaning Zij, usturlob bilan ishlash haqidagi kitob, usturlob yasash haqidagi kitob, usturlob yordamida azimutni aniqlash haqida kitob Ar-Ruhnoma, kitob At-Tarix kabi asarlari ilm-fan rivojida katta ahamiyat kasb etadi. Hali g'arbda ko'pchilik yer tekislikdan iborat deb ishonib yurgan bir paytda Xorazmiy sayyoramiz yumaloq shaklda ekanligini isbotlagan. Alloma qadimiy Bobildan ma'lum bo'lgan 1 va 2 darajali tenglamalarni yechish usullarini bayon qilgan. Xorazmiy har bir holda tenglamani yechish qoidalari hamda ularning qat'iy isbotlarini keltiradi. Isbot garchi tashqi ko'rinishda geometrik tilda bayon qilinsa-da, mohiyatan hozirgi algebraik isbot bilan mos tushadi. Men arifmetikaning oddiy va murakkab masalalarini o'z ichiga oluvchi Al-Jabr val Muqobala hisobi haqida qisqacha kitobni ta'alluf etdim. Chunki meros taqsim qilishda, vasiyatnoma yozishda, mol taqsimlashda va adliya ishlarida, savdoda va har qanday bilimlarda va shuningdek yer o'lchashda, ariqlar o'tkazishda, muhandislikda va boshqa shunga o'xshash turlicha ishlarda kishilar uchun bu zarurdir deb yozgan edi Al-Xorazmiy. Al-Jabr val Muqobala algebra asoslari hamda algebrani amalda tatbiq etishga bag'ishlangan mukammal darslik bo'lgan. Yevropalik olimlar bir necha asrlar davomida barcha hisob kitoblarining tagiga Dixit algoritmi, ya'ni Al-Xorazmiy shunday deydi deb qo'shib ketishini o'zlariga sharaf deb bilishgan. Bu olimlarning hisob kitoblari aynan ulug' Alloma Xorazmiy ko'rsatmalari asosida o'tkazilganligini bildiradi. Har gal mobil telefoningizni qo'lingizga olganda unutmang, uni ichida musulmon o'zbek otaxon yashirin o'tiradi. Bu gapni atoqli Britan jurnalisti Andrew Marr jahon tarixi haqida BBC telekanali uchun tayyorlagan teleko'rsatuvlarning birida aytadi. Alloma Xorazmiy ko'plab hind qo'lyozmalari asarini o'rganib chiqadi va 1 dan 9 gacha sanoq tizimini tuzadi va 0 g'oyasi ustida bosh qotirgan hind matematika izlanishlari ulug' Alloma Xorazmiyga yaxshigina turtki bo'ladi. Lekin 0 sonini son sifatida e'tirof etgan va hind sanoq tizimidan foydalanib arab sanoq tizimiga asos solgan shaxs aynan ulug' Alloma Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy edi. O'ziga zamondosh bo'lgan olimlarga hind sanoq tizimini tanishtirish va matematika olami markaziga 0 sonini joylashtirish o'z davri matematikasi uchun inqilob bo'ladi. Bu esa avval ilojsiz bo'lgan o'ta mavhum va murakkab matematik masalalarni hal qilish imkonini beradi. Shu kashfiyotning o'ziyoq Xorazmiyni barcha zamon va makonlarning eng buyuk matematiklari qatorida turishiga kifoya qiladi. Lekin uning yana bir katta bir kashfiyoti borki, bu yangilik sababli matematikadan yana bir soha ajralib chiqadi. Xorazmiy matematikaga oid asarlaridan tashqari geografiyaga ham muhim qadamlar qo'ygan. U xalifa Ma'mun uchun jahon xaritasini yaratishga yordam berdi va yer atrofini topish uchun loyihada ishtirok etdi. Suriyadagi Sinjar tekisligida yer meridiani darajasini o'lchadi. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning qilgan buyuk xizmatlari e'tirofi o'laroq 1976-yilda sayyoralar tizimini nomlash ishchi guruhi Oyning kraterini Muso Xorazmiy nomi bilan atadi. Amerikalik tarixchi George Sarton aytadiki,
Xorazmiy o'z davrining eng buyuk matematiki va agar barcha shart-sharoitlar nazarga olinsa, hamma davrlarning ham eng buyuklaridan biridir deb aytgan.